Shu asosida bugun Aks Sado 3-norozilik aksiyamizga start beraman. Aks Sado nomli 3-norozilik aksiyamizga start beraman. Aksiyamiz faqat bitta narsani maqsad qilgan. Ya'ni kim amaldagi hukumatdagi Shavkat Mirziyoyevni iste'foga chiqarish bo'yicha. Bu aksiyamiz qanaqa bo'ladi degan savolga urg'u beraman, ya'ni sharh. Aks Sado bilasizlar, tog'li hududlarda yoki qaysidir joyga borganda kimdir baland tovushda gapirganda ketadi Aks Sado. Aks Sado aksiyasi shunaqa bo'ladiki, men aytaman, misol uchun Shavkat Mirziyoyevga iste'fo deyman. Qolgan har bitta shu narsaga mana shu aksiyamizga qo'shilamiz, amaldagi hukumatdan norozi insonlar, xohlasangiz yuzingizni bekitib oling, xohlasangiz qorong'i uyga kirib chiroqni o'chirib oling, xohlasangiz orqangizga o'girib turib oling. Siz Shavkat Mirziyoyev demaysiz. Siz o'sha Aks Sadoni davom ettirasiz. Iste'fo. Bitta etsangiz bo'ladi. Xohlasangiz 2 ta eting, xohlasangiz 3 ta eting, xohlasangiz 10 ta eting. Lekin Aks Sadoyimizni har bitta o'zbek millatiga, har bitta vatandoshimizga yetib bormaguncha Aks Sado qilamiz. Men alohida bitta video qilib YouTube'ga joylayman, ketidan TikTok'ga joylayman, ketidan Facebook'ga joylayman, ketidan Instagram'ga joylayman. Bolalar adminlar qarab turinglar, ana qilsa Twitter'ga ham joylaymiz. Mirziyoyevga iste'fo nomli Aks Sado 3-norozilik protestimizni boshlaymiz. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bundan oldin ham bizani qo'llab-quvvatlagan dunyoni barcha chekkasidagi bizani ham fikrlarimiz bor, millatdoshlarimiz bor, yurtdoshlarimiz bor. Agar kimdir xabari bo'lmasa, bizani oldingi YouTube kanalimizni bloklashgan edi, lekin YouTube'da, TikTok kanalimizda qo'yib qo'yganman. TikTok kanalimizga kirsanglar ko'rasizlar. O'sha yerda bizni birinchi marotaba saylovlarga qarshi, nepotizm, korrupsiyaga qarshi, diktatura rejimiga qarshi aksiya boshlaganimizda butun dunyo bo'ylab, Yevropadan, Fransiyadan, Varshavadan, Polshadan, Italiyadan, Chexiyadan, Fransiyadan, London, Buyuk Britaniya, Germaniya, butun Amerika, O'zbekiston, Rossiya, butun dunyodan bizani qo'llab-quvvatlagan har bitta hamfikrlarimizni, aka-ukalarimizni men o'ylaymanki 3-aksiyamizda ham faol bo'lasizlar. Men o'ylaymanki yana birlashamiz. Xalqimiz, millatimiz yana birlashadi. Shu o'rinda men butun dunyodagi muxolifat liderlariga, har xil siyosiy harakatlarni liderlariga murojaat qilaman. O'zingizlarning tarafdoringlar bilan qo'shilinglar ushbu aksiyamizga. Birinchi aksiyamizga qo'shilmadinglar, ikkinchisiga ko'pchilik yigitlar qo'shilishdi. Misol uchun Turondan yoki Turkiston inqilobidan yigitlar qo'shilishdi. Bu safar 3-chisida men o'ylaymanki, agar hammamiz birga bo'lsak, bu hukumatni amaldagi totalitar tizimni chilparchin qilamiz. Diktatura rejimini chilparchin qilib tashlaymiz. Mana shu safarda qo'llab-quvvatlashinglarni juda ham so'rab qolaman, aka-ukalarim. Har bittangizga kerak bo'lsa, kattalik bo'lyapti desanglar, men xohlasanglar qo'ng'iroq qilaman. Aloqaga chiqaman agar xohlasanglar. Xohlasanglar birgalikda translyatsiya qilamiz. Kelinglar, birlashadigan payt keldi aka-ukalar. Muxolifatdagilar, har kim, har qanaqa siyosiy harakatlarni liderlari, kelinglar, birlashinglar aka-ukalar. Shu 3-aksiyamizga qo'shilinglar, birgalikda o'tkazinglar, masshtabni o'tkazinglar. Bu diktatorga xalqimizning siyosiy irodasini ko'rsatib qo'yinglar aka-ukalar. 1,5 minut ekansizlar, bitta like bosaveringlar aka-ukalar, ko'proq odam kiradi, ko'proq tarqaydi. Sizlardan hozircha hech bo'lmasa aksiyaga qo'shila olmaymiz degan, ani yuragi og'rib qoladigan ozgina bir shiddati yoki
shijoati yetmayotganlar hech bo'lmasa layk bosib qo'yinglar, qo'rqmanglar. Sizlarni hech kim ushlab ola olmaydi. Facebook, Instagram emas, bu yerda familiyatingiz yo'q, bemalol layk bosavering, hech kim topa olmaydi. 1600 ta odam 600 ta layk. Qachon aksiya? Men bugun video qilib qo'yaman, o'shandan keyin start beriladi. Telegram kanalimizga kirsangiz o'sha yerda ma'lum bo'ladi hammasi.